Dog'istonda yirik ko'chki sodir bo'ldi. Hormuz bo'g'ozida Amerika kemalari va askarlari kelsa cho'ktiramiz. Mohsan Rizoiy ovozi bo'g'ilib qoldi. Senator Tramp eronliklarga baqirganini aytdi. Hormuz bo'g'ozi blokadasi. Yevropada aviayonilg'i zaxiralari tugamoqda. Ravshan Zolotoy xalqaro qidiruvga berildi. Turkiya Isroilning BMTdagi a'zoligini to'xtatishni talab qildi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Dog'istonda yirik ko'chki sodir bo'ldi. 16-aprel kuni Dog'istonning tog'li hududidagi Levashin tumani Quyi Ubek-Mahi qishlog'ida katta ko'chki sodir bo'ldi. Bu haqda Baza xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'chkining uzunligi bir necha kilometrni tashkil etgan. Hodisa hududda kuchli yog'ingarchiliklar fonida yuz bergan bo'lib, tabiiy ofatning ko'lami katta ekani aytilmoqda. Ko'chki qayd etilgan videolarda ba'zi uylarning ham butunlay qulab tushgani aks etgan. Joriy yilning 13-aprel kuni mazkur aholi punkti joylashgan hududda ob-havo keskin yomonlashgani sababli favqulodda vaziyat yanada uzaytirilgan. Ushbu chora favqulodda vaziyatlarning oldini olish va aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Ovozi bo'g'ilib qoldi. Senator Tramp eronliklarga baqirganini aytdi. Senator Lindsey Graham AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralarda bevosita ishtirok etayotganini va bir necha kun oldingi suhbat chog'ida hatto ovozi bo'g'ilib qolguncha baqirganini ma'lum qildi. Bu haqda u Fox News telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Siyosatchi Hannity ko'rsatuv mehmoni bo'lgan va boshlovchi Shon Hannityga Tramp Eron tomoni bilan qanday muzokara olib borayotgani haqida so'zlab bergan. U bir necha kun oldin eronliklar bilan telefon orqali gaplashdi va suhbat juda keskin tus oldi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Tramp agar ular o'yin qilishda davom etsalar nima sodir bo'lishini baland ovozda aytdi. U haqiqatan ham ovozi bo'g'ilib qolguncha baqirdi, deydi senator. Hormuz bo'g'ozida Amerika kemalari va askarlar kelsa cho'ktiramiz. Mohsan Rizoiy Tramp Hormuz bo'g'ozining politsiyachisi bo'lishni xohlaydi. Biroq biz dengiz blokadasi bo'yicha qisqa muzokaralardagi 10 ta shartimizdan hech qanday holatda voz kechmaymiz. Otash kesimni uzaytirish bizning manfaatlarimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Bosim kuchaytirilishi kerak. Amerika harbiy dengiz kuchlari hozirda bizning raketa qurilmalarimiz nishonida turibdi va biz ularning barchasini cho'ktiramiz. Ulardan birortasining ham qochib qutulishiga yo'l qo'ymaymiz. Katta ehtimol bilan birodarlarimiz o't ochish qurilmalarini ko'chirishgan va endi ular Abraham Lincoln hamda barcha Amerika harbiy kemalariga qaratilgan, deya bayonot bergan Islomiy inqilob qo'riqchilar korpusi sobiq bosh qo'mondoni Mohsan Rizoiy davlat televideniyasiga. U shuningdek, agar amerikalik askarlar qirg'oqqa tushadigan bo'lsa, ularni garovga olish va har bir asir uchun $1 milliard talab qilish bilan tahdid qildi. Hormuz bo'g'ozi blokadasi. Yevropada aviayonilg'i zaxiralari tugamoqda. Yevropada taxminan 6 haftalik aviatsiya yonilg'isi zaxirasi qoldi. Agar Eron bilan urush tufayli neft yetkazib berish to'xtab qolsa, yaqin kelajakda reyslar bekor qilinishi mumkin. Bu haqda Xalqaro energetika agentligi rahbari Fatih Birol ma'lum qilgan. Agar bo'g'oz tez orada ochilmasa, reyslar ommaviy bekor qilinib, natijada insoniyat tarixidagi eng yirik energetik inqiroz yuz beradi. U neft, gaz va boshqa muhim resurslarning Hormuz bo'g'ozi orqali yetkazib berilishi to'xtab qolganini eng yirik energetik inqiroz deb atadi. Fatih Birol buning oqibatlari haqida gapirdi. Hozir bo'g'ozdagi vaziyat keskin va bu jahon iqtisodiyoti uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bu qanchalik uzoq davom etsa, global iqtisodiy o'sish va inflyatsiya uchun shunchalik yomon bo'ladi. U ba'zi davlatlar boshqalarga qaraganda ko'proq zarar ko'rishini ta'kidladi. Yaponiya, Koreya, Hindiston, Xitoy, Pokiston va Bangladesh energetik inqirozning oldingi safida turishini qayd etdi. Ravshan Zolotoy xalqaro qidiruvga berildi. Ravshan Zolotoy laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik Ravshan Muhiddinov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi so'rovi bilan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi. Bu haqdagi e'lon Interpol saytida paydo bo'ldi. Qayd etilishicha, 1988-yilda tug'ilgan Ravshan Muhiddinov Jinoyat kodeksining 173-moddasi 3-qismi mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, 242-moddasi 2-qismi jinoiy uyushma tashkil etish, 277-moddasi 3-qismi bezorilik
firibgarlik bilan ayblanmoqda. Aytish o'rinliki, Ravshan Muhiddinovning bojasi Sanjar Karimov uy mojarosi ortidan hibsga olingan edi. 10-aprel kuni uning ishi bo'yicha birinchi sud majlisi bo'lib o'tdi. Sanjar Karimov Jinoyat kodeksining 112-moddasi o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, birinchi qismi 168-moddasi firibgarlik, 4-qismi A bandi hamda 273-modda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Ravshan Muhiddinov taniqli tadbirkor va Xalqaro havaskor boks assotsiatsiyasining sobiq prezidenti G'ofur Rahimovning jiyani hisoblanadi. Ravshan Muhiddinov 2007-yilda Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan ayblanib, u qidiruvga berilgan. U 12 yil davomida O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilgan. 2019-yilda unga nisbatan e'lon qilingan qidiruv bekor qilindi va u O'zbekistonga qaytib keldi. Xabarlarga ko'ra, unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishlar qayta ko'rib chiqilib, oqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda Ravshan Muhiddinovning o'z tog'asi G'ofur Rahimov bilan moliyaviy masalalarda kelishmovchiligi bo'lgani va bu nizo hatto jismoniy tazyiqlargacha borib yetgani haqida video murojaatlar tarqalgan. Ba'zi ommaviy